Hurmatli azizlar, ushbu ko'rib turgan mashinalar ertaga 7-dekabr kuni soat 12:00 dan boshlab Xonobod shahrimizda Zamon taksida xizmat qiladi. Shoferda ko'rsataman kimligini. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sana. Boburjon. Aka, xolasa ertaga. Ertaga Xonobodga kelamiz do'stlar. 1089 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, taksi buyurtma berib qo'yinglar, chunki buyurtma bergan odamga sovg'amiz bo'ladi. Undan keyin yana bitta o'yin o'ynaymiz. Agar o'yinimizda ham uchsangiz 2 barobar ko'proq sovg'alar. Sovg'ani bitta aytib ketdik, kichkinagina sovg'a. Sovg'a. Xo'p, agar 1089 ga qo'ng'iroq qilgan bo'lsangiz, demak, Pantex'dan bitta sovg'ani beramiz. Agar shu sovg'adan keyin ha yo'q o'ynaymiz siz bilan. 1 minut o'ynaymiz. Yutib olsangiz, boring $50 sovg'a beramiz. $50. Azizlar, Unaqadan ko'pgina. 2 daqiqa, aka 2 daqiqami? 2 daqiqa, 2 daqiqa, balkim 1 daqiqa, 2 daqiqa. Kayfiyatga qaraymiz, xullas sizlarning aktivligiga qaraymiz. Agar odam ko'p bo'lsa, haqiqatda faol bo'lsa 1 daqiqa. Agar yo'q, faol bo'lmasa 2 daqiqada o'ynaymiz. Do'stlarga borib qolamiz 7-dekabr kuni Xonobod shahrimizda qarab turasizlar ushbu mashina. Akita yurgizib bering, eshitaylik ovozini, buni. Eshitaylik. Vay,